Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hidoyatim sababi nomli konkursimizni davom ettiramiz. Tanlovimizni navbatdagi xatni o'qiymiz. Bir birodarimizdan, do'stimizdan kelgan maktub ekan. U kishi yozadi. Assalomu alaykum. Ramazon muborak. Tutayotgan ro'zalaringiz albatta qabul bo'lsin. Amin. Men ham sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rib shu xulosaga keldimki, men ham tanlovingizga o'zim haqimda yozishga qaror qildim. Ruxsat bersangiz o'z haqimda hidoyatga kelishim haqida qatnashsam, yozsam demoqchilar. Meni yoshim 50 dan o'tib qoldi. Biz turmush o'rtog'im bilan 3 farzandli bo'lgan edik. Farzandlarimiz bilan Rossiyaga borib savdoda yaxshi ishlab yurdik. Men Bishkekdan mol tashir edim. Turmush o'rtog'im savdo qilar edi. Rossiyada ishlab ayolimni nomiga dom ham oldik. Ayolim Rossiya grajdankasi bo'ldi. Men navbatdagi molni olib ketgani Bishkekka kelib mol oldim. Rossiyaga qaytib uyimizga borsam, ayolim begona erkak bilan o'tirishgan ekan. Shunday o'zgarganki, borgan mol tovarlarimni olib o'zimni uyga kirgizmadi. Uyga kirishga, farzandlarimni ko'rishga harakat qildim, ammo kirgizmadi. O'sha kishi bilan anchadan buyon yaqin aloqada ekan. Kirsang qamataman deb uchastkavoyni chaqirib 15 sutkaga urdi, haqorat qildi deb qamatib tashladi. Tez orada chiqib uyga qaytib borsam, yana o'sha kishi bilan anchadan beri yashab yurishgan ekan. Bir umrga qamataman deb haydab yubordi. Nima qilay? 3 kun tanishlarimnikida yashadim. Uyimga kirgizmadi. Nima qilay? Ichishni boshladim. Va tug'ilgan yerimga qaytib keldim. Savdodan, hayotdan ko'nglim sovigan. Abrotga pul yo'q, zavodga davlat ishga kirdim. Bir kun ishxonada stanok bir oyog'imni o'rab ketdi. Qo'lim bilan tortsam, bir qo'limni ham tortib ketdi. Hozirda bir oyoq, bir qo'lim nogiron bo'lib qoldim. Uyda yolg'iz yashayapman. Ammo ichmay chekmay qo'yganman. Lekin men ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku. Duo qilsangizlar, men ham qolgan umrimni o'z tengimni topib, namoz o'qib, juftu halolim bilan birga o'tkazsam. Men tushunib yetdim. Alloh bu jazolarni bekorga bermagan. Oxirim baxayr bo'lsin. Yuragim o'ynaydi, xotirjamlik yo'q. Duo qilinglar, men ham namozga yiqilsam, ibodat qilsam. Ha, birodarlar. Alloh taolo shu ulug' Ramazon kunlarida, muqaddas kunlarda birodarimizga hidoyat bersin. Duo qilinglar. O'zi aytgandek bir tengini topsin. Bir yaxshi soliha ayol nasib qilsin. O'sha ayoliga ham Alloh taolo, sobiq ayoliga ham hidoyat, insof bersin. Alloh taolo hech bandani boshiga bunaqangi ko'rguliklar solmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.